Assalomu alaykum qizim. Men tuzalmas kasallarni davolaydigan mohir tabibman. Bu yerda shifobaxsh giyohlarni terib yurgandim. Bezovta qilib qo'ymadim ish qilib. To'xtang, iltimos, to'xtang. Mening yerim juda og'ir kasal. Hech qaysi tabib davolay olmadi. Qilmagan choramiz qolmadi. Nima bo'lyapti o'zi, qayeri og'riydi? Go'shtlari tanadan uzilib tushyapti. Faqat suyak va paylari qolgan. Juda yomon kasal ekan-ku. Uni mendan boshqa odam tuzata olmaydi. Iltimos, u kishini davolab ko'ring. Sizga bor tillolarimni beraman. Yo'q, menga tillo kerak emas. Odamlarning dardini aritsam, shuning ajri savobi menga yetadi. Alloh baraka bersin, tabib janoblari. Xo'sh, buni davolash uchun pashshani o'ldirib, talqon qilish kerak. Keyin butga sig'inib, oldida tiz cho'kib o'tirish kerak. Mening erim Allohning payg'ambari Ayub alayhissalom. U zot Allohdan boshqaga tiz cho'kmaydilar. Jon kerak bo'lsa, tuzalgisi kelsa, meni aytganimni qilish kerak. Sen aytgan narsa shirk. U zot uchun shirkdan ko'ra o'lim afzalroq. Ayyub alayhissalomning kasalliklari kundan kunga kuchayib boraverdi. Badanlarida sog'lom a'zoning o'zi qolmadi. Faqat Allohni zikr qilayotgan tillari hamda sabr va iymon bilan urib turgan qalblari sog' qolgan edi. Ya marhaba.